Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallohu alayhi wa sallam. Imom Navaviyning Al-Azkor kitoblarini o'qib, sharhlashda davom etyapmiz. Allohdan yordam so'ragan holatda mana bugun Alloh taologa hamd aytish kitobidan boshlaymiz. 71-bob. Alloh taologa hamd aytish. Mana Naml surasining 59-oyatida Alloh taolo buyuradiki: "Ey Muhammad, ayting: Allohga hamd va payg'ambarlik uchun tanlagan bandalariga salom. Alloh yaxshiroqmi yoki ular shirik qilayotgan narsalarimi?" deb Allohga hamd aytishni o'rgatyapti. Yoki mana Naml surasining 93-oyatida ayting: "Hamd Allohga kim? U yaqinda sizlarga o'z mo'jizalarini ko'rsatur" degan. Va yana Isro surasining 111-oyatida hamd farzand tutmagan, podshohligida sherigi yo'q, xorlikdan qutqaruvchi, do'sti bo'lmagan, ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot Allohga xosdir. Ya'ni hamd mana shunaqa nuqsonlardan xoli bo'lgan Allohga xos maqtovdir. Deng va ulug'lab unga takbir ayting deyapti. Ya'ni alhamdulillah, Allohu akbar deb aytishni o'rgatyapti. Va yana Ibrohim surasida 7-oyatida qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilarman degan. Baqara surasining 152-oyatda bas meni yod etingiz, men ham sizlarni yod eturman, menga shukr qilingiz, noshukrlik qilmangiz deb mana bu oyatda marhamat qilgan. Allohga hamd aytish va unga shukr qilish to'g'risidagi oyatlar juda ko'pdir. 288-raqamli hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga hamd aytish bilan boshlanmas ekan, har bir muhim ishning oxiri kesikdir dedilar. Buni Imom Abu Dovud va Ibn Majah rivoyat qilishgan. Demak, qarang, bir ish boshlanadigan bo'lsa, Allohga hamd aytish bilan boshlash kerak ekan. Shuning uchun mana alhamdulillah deb turib boshlanadi. Yoki mana mav'izalarni ham alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah deb qo'yingki, har bir ish borki, boshqa bir hadisda bismillahirrohmanirrohim deb boshlanmasa deb keladi. Mana bu yerda esa Allohga hamd aytish bilan boshlanmas ekan, har bir muhim ishning oxiri kesikdir. U barbod bo'luvchidir deyilgan. Boshqa rivoyatda har bir muhim ish bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmasa, cho'ltoqdir deyilgan. Ulamolar kitob tasnif qiluvchi, dars oluvchi, dars beruvchi, xutba aytuvchilarni Allohga hamd aytish bilan boshlashi mustahabdir deydilar. Qarang, demak, dars bo'ladimi, mav'iza bo'ladimi, dars olish bo'ladimi, xutba bo'ladimi, nima bir chiqishlar, tadbirlar, ana shularni avvalo bismillahirrohmanirrohim, keyin hamdi sano bilan boshlashlik kerak ekan. Ana shunda o'sha ishga baraka kirar ekan, o'sha ish muvaffaqiyat qozonar ekan. Aks holda u cho'ltoq bo'lib, u ish barbod bo'lar ekan. Bulardan tashqari yeb ichgandan keyin, aksa urganda, ayolga sovchi qo'yganda, nikoh o'qilayotganda, hojatxonadan chiqayotganda, shuningdek boshqa ishlarda ham Allohga hamd aytish mustahab, mahbub amaldir. Biz bularni inshaalloh o'z o'rnida zikr qilamiz. Fasl: duoning xotimasida ham, boshlanishida ham Allohga hamd aytish mustahab qilindi. Bunga dalil Alloh taoloning duolarining oxirida esa olamlar Parvardigori Allohga hamd deyishidir deb Yunus surasining 10-oyatda aytayapti. Shuning uchun mana bir mav'izani tugatiladimi, boshqami? Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin deyiladi. Oxirgi da'voyimiz Allohga hamd aytish. Qarang, ishni boshlanishi ham, ishni tugashi ham Allohga hamd sano aytish bilan boshlanib tugasa naqadar go'zal ekanligi mana shu aytilgan oyat hadislardan olingandir. Biror ne'matga yetishganda yoki ko'rgan narsasidan uzoqlashganda ham Allohga hamd aytish mustahabdir. Qarang, bir ne'matga yetilganda albatta alhamdulillah, Alloh mana shuni menga nasib qilding,
Mana shu qancha odamlar harakat qilyapti, shularning ichidan tanlab menga nasib qilding deb unda ham aytish kerak ekan. Bir yomonlikdan uzoqlashtirilganida unda ham Allohga hamd aytish mahbub amal ekan. Hamd aytishning eng yaxshi iborasi alhamdulillahi robbil alamin degan talaffuz ekan. Demak, ana shunaqa bir xursandchilik kelganida, yomonlik ariganida alhamdulillahi robbil alamin deb qalbdan Allohga maqtov, hamd aytib qo'yilishligi juda ham bir go'zal ish ekan. 289-raqamdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Isro kechasida 2 ta qadah keltirildi. Ularning birida sharob, ikkinchisida sut bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sutni oldilar. Shunda Jabroil alayhisalom sizni fitratga hidoyat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Agar sharobni olganingizda ummatingiz zalolatga ketar edi dedilar. Imom Muslim rivoyat. Qarang, ixtiyor berilgan ekan. Sharob mast qiluvchi narsa bilan sutni qo'yilganda Rasululloh alayhisalom sof tabiat bilan o'sha haqiqiy fitrat inson, sof inson shundoq ham sutni tanlaydi, sof bo'lsa agar. Ana shuni tanlaganlarda Jabroil alayhisalom Allohga hamd aytyaptilar. Qarang, siz haqiqiy fitratga hidoyat qilindingiz. Bordi-yu shayton aldab qo'yib, siz sharobni olib qo'yganingizda unda ummatingiz ham zalolatga ketib adashib ketgan bo'lardi. Mana ummatlarning ichida ana shu mast qiluvchi ichimliklarni ichganlar adashib oxiratini kuydirdi. Agar tavba qilmagan bo'lsa, tavba qilsa tavba eshiklari ochiqdir. Demak, bu narsalar mana shunaqa ne'matlarga erishilganda hamd aytishni Jabroil alayhisalom bizga mana shu hadis orqali o'rgatyaptilar. 290-raqamdagi hadis Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar bir kishining farzandi vafot etsa, Alloh taolo farishtalarga bandamning farzandini o'ldirdingiz, ya'ni oldinglarmi dedi. Farishtalar ha, uni jonini oldik deb javob berishadi. Alloh aytadi: bandamning qalb mevasini oldinglarmi dedi. Farishtalar yana ha deyishadi. Alloh taolo bandam o'sha paytda nima dedi deb so'raydi. Farishtalar senga hamd va istirjo aytdi, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedi. Birinchi alhamdulillah dedi, keyin mana buni aytdi. Bu inna lillahi va inna ilayhi roji'unning ma'nosi biz Allohnikimiz va qaytishimiz ham Allohgadir. Biz bu narsalarga siqilib, g'azab qilmaymiz. Allohning taqdiri, shuning uchun hamd bo'lsin. Qayerdan bilamiz o'sha farzand bu insonni kelajakda jannatdan mahrum qilishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Bir axloqi buzuq bo'lib, yomon yo'lga kirib ketib, butun ota-onasiga, jamiyatiga va qiyomatdagi hayotiga bir rahna solishi mumkin bo'lgani uchun Alloh taolo balki uni oldinroq olib qo'ygandir. Yoki o'sha olgandagi sabr qilish orqali o'sha ota-ona jannatga kirib ketardir. Jannatdagi maqomini yuksaltirish uchun olgandir. To'g'ri, bu juda ham og'ir musibat. Buni hech kim orzu qilmaydi. Mabodo boshga tushib qolganda sabr qilinadi. Bu mashaqqatligidan sabr qilganlarga jannat va'da qilinyapti. U oddiy musibat emas, bu farzandni sizdan oldin ketishligi. Shuning uchun duolarda o'rgatiladiki, farzandlarim ortimda qolsin, mendan oldin o'lmasin. Chunki ota-ona uchun bu juda og'ir musibat. U ko'tarish qiyin bo'lgan musibat. Shundoq bo'lsa-da, mana shu musibatga duchor bo'lganlar qo'lga olib o'zlarini avvalo alhamdulillah. Alloh meni nimagadir iroda qildi. Qanaqadir jannatdagi maqomimni yuksaltirdi. Shuni istadi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb baqir-chaqir qilmasdan, aytib yig'lamasdan sabrga o'tadi. Lekin oddiy yig'lasa ruxsat berilgan, ovoz chiqarmay, ya'ni aytmasdan yig'lasa unga ruxsat berilgan. Lekin aytib bir noroziligini ifoda qilib baqirib yig'lashligidan man etilgan. Shunda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb aytdi deyishadi farishtalar. Alloh aytadiki, bandam uchun jannatda bir uy quringlar va uni hamd uyi deb atanglar dedi. Buni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Qarang, ana shu farzandini yosh turib nobud qildirsa Alloh taolo o'sha ota-ona uchun jannatda bir uy qurdirar ekan.
Ana o'sha musibat kelganlar Alloh asrasin, mabodo taqdirga yozilib kelgan bo'lsa, ha, qiyomatda Alloh mavqeimni baland qilmoqchi ekan. Jannatda bir uy qurdirib, amallarim yetmay qolgan ekan. Jannatni so'rayveribman-u, unga amalim kamlik qilgan ekan. Ana shu kamlikni to'ldirish uchun Alloh taolo mana bunaqa musibat beribdi. Inshaalloh xayrli ekan. Yaqin fursatlarda o'sha farzandim bilan jannatda ko'rishaman deb u o'zini qo'lga olib, sabrni yo'lga qo'yar ekan. Fasl. Xurosonlik birodarlar aytishdiki, ya'ni Imom Navoiy aytiblar, o'sha paytda xurosonlik ulamolarni so'zini keltirib, kimki hamma hamdni o'z ichiga jamlagan hamd bilan Allohni ulug'layman deb qasam ichsa, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu va yukafi'u mazidahu deb aytishi bilan qasamini bajargan bo'ladi. Ya'ni ma'nosi ne'matlarni hosil etgan va ziyodaligini mukofot qilgan Allohga hamd bo'lsin degan ma'no degan. Qarang, aytishgan ekanki xurosonliklar, bitta odam shartta qasam ichdi. Qasam ichdiki, hamma hamdni o'zida mujassam qilgan hamd aytish bilan Allohni ulug'layman dedi. Boshqa hamd aytsa o'tmas ekan-u, lekin ayni mana shu talaffuz, ya'ni bundan nimani iroda qilyapti? Mana shu quyidagi talaffuz juda ham kuchli ma'noga ega. Kerak bo'lsa butun hamdni o'zida jamlaganligini ifoda qiladi deb aytishmoqchi. Ya'ni alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu va yukafi'u mazidahu. Demak, bu hamma hamdni o'zida mujassam qilgan talaffuz ekan. Kimki maqtovlarning eng chiroylisi bilan Allohni maqtayman deb qasam ichsa, la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik deb aytish bilan qasamini bajargan bo'lar ekan. Ma'nosi bu avvalda kelgan. Ba'zilar falakal hamdu hatta tardo, rozi bo'lguningcha senga hamd bo'lsin deyilgan gapni ziyoda qilishgan ekan. Demak, kim hamdni yoki sanoni mukammalini aytmoqchi bo'lsa, hozirda aytib o'tgan lafzdagi duolarni yodlab aytib yurishligi lozim ekan. Abu Nasr Tammom Muhammad ibn Nazr raziyallohu anhudan rivoyat qilib keltirilishicha, Odam alayhissalom, ey Robbim, kasbi korim meni mashg'ul qilib qo'ydi. Menga bir narsa o'rgatginki, ana shu hamma hamd va tasbihlarni o'zida qamrab olsin deganlar. Shunda Alloh taolo bu zotga vahiy qilib, ey odam, agar tong ottirsang 3 marta va kech kirgizsang 3 marta alhamdulillahi robbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu va yukafi'u mazidahu deb ayt. Bu hamd va tasbihlarni hammasini qamragandir degan ekan. Ma'nosi buni ham yuqorida keldi. Demak, biz mo'min musulmonlar har qanday holatda ham boshimizga musibat tushadimi, xursandchilik keladimi, alhamdulillahi robbil alamin yoki mana alhamdulillahi robbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu va yukafi'u mazidahu degan duoni chiroyli qilib o'qib, qalbdan his qilib, Allohga maqtov yo'llaganligimizni bilib turib aytishligimiz naqadar bir go'zal ish ekan. Mana endi hamd bobi tugab, kitobi tugab, endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat aytish kitobiga yetib keldik. Alloh taolo aytadiki, Ahzob surasining 56-oyatida, albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat ayturlar. Ey mu'minlar, sizlar ham unga salovat va salom ayting. Ya'ni sallallohu alayhi va sallam yoki Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammadni aytib yuring. Kerak bo'lsa kuniga vazifa qilib 100 tadan 200 tadan qurbingiz yetgancha ko'proq Rasululloh alayhisalomga hamd ayting. Chunki salovat ayting, chunki salovatning foydasi avvalo o'zimiz uchundir. Hozir keladi mana hadislarda. Ana shu hadislar orqali bu salovatning manfaati naqadar buyuk ekanligini bilib olamiz. 72-bob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat aytish kitobi 291-raqamdagi hadis Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: kim menga salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi deganlar. Imom Muslim rivoyati. 292-raqamdagi hadisda
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh alayhissalom kim menga bitta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi deganlar. Imom Muslim rivoyat. Mana bu ikkita hadis bir-birini to'ldirib kelyapti. Qarang, e'tibor beramiz. Siz bitta salovat aytingda, Alloh sizga 10 ta aytar ekan. Atolloh Sakandari rahimahulloh aytadilar. İnsonni amali kamayib ketgan paytda salovatni ko'paytirsin. Mana nafl ibodatlarni qilishga qurbi yetmayapti. Salovatni ko'paytirsin. Nima uchun desa, qarang, butun bir amalni qilingu, lekin Alloh sizga 10 ta salovat aytdi, u bosib ketadi deyaptilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bitta salovat yo'llang, mukofotiga Alloh sizga 10 ta salovat yo'llar ekan. Salovat degani o'sha Alloh tomonidan bu insonlarga ishlatilsa mag'firat bo'ladi. Ya'ni bizga mag'firat yo'llanar ekan. Keyin kim otasiga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, Rasululloh alayhi vasallamga salovat aytsin deyilyapti. Nimaga desa, Payg'ambar sallallohu aytganlar, menga salovat aytinglar. Har bir aytgan salovatingiz menga ko'rsatiladi. Ko'rsatilganda olib borib, falonchi o'g'li falonchi sizga salovat yo'lladi derkan. Otangizning ismi ham zikr qilinar ekan. Otangiz ham inshaalloh bu narsadan bahramand bo'lar ekan. Chunki sadaqai joriya qilib sizni ana shu salovat aytadigan ibodatli, taqvoli qilib tarbiya qilib ketdi. Har bir qilayotgan ibodatingizdan ota-onangiz endi bahramand bo'lib turadi. Chunki u sadaqai joriya qilib sizni solih holatda ilm o'rgatib ketdi. Ana shuning uchun qarang, salovat aytilsa nafaqat boshqalar, balki avvalo o'zimiz, ota-onamiz bundan ko'p manfaat olishar ekan. Hatto ulamolar aytishyapti, mana Rasululloh alayhi vasallamning siyratlarini o'qimoqchimisiz? Oldin salovat aytib turib keyin o'qing, ajoyib bir o'zgacha ta'siri bor deyishyapti. Ana shu salovat bizlar uchun juda muhim. Doim har kuni ertalabda 100 ta istig'for kamida Astagfirullohal azim va atubu ilayh degan 100 ta istig'for va 100 ta salovat. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Mana eng qisqasi. Namozda o'qilingan salavatni o'qisa ham bo'ladi. Boshqa bir turlari bor. Ana shundan 100 ta istig'for, 100 ta salovat aytgan kishi inshaalloh juda ham ko'p manfaatlarni, bu dunyoga tegishli bo'lgan va oxiratga tegishli bo'lgan ko'p manfaatlarni qo'lga kiritadi. 293-raqamdagi hadis. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladigan kishilar menga ko'p salovat aytadiganlardir dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat. Mana bu dunyoda ham ba'zi bir insonlarni mashhur bo'lgan insonlar, mansabdor yoki ahli ilm bo'lgan peshvolarga yaqinlashishni istaydi oddiy odamlar. Nima qilsam o'sha odamga yaqinlashar ekanman deydi. Ixlos qiladi, muhabbat qo'yadi, xizmatini qiladi, orqa-o'rotdan yaxshi so'zlarni yo'llab, u kishini ziyoratini ko'paytiradi, oxiri muhabbatiga sazovor bo'lib, yaqin kishilari qatoridan joy oladi. Endi Rasululloh alayhisalom mana vafot qilganlariga 1446-47 yil bo'lyapti mana. Mana shu 1,5 asr bo'lyapti. U kishini muhabbatlarga endi qanday qilib erishamiz degan savol chiqadi. Axir sahobalar ko'rishgan, undan keyingilar ko'rishmagan-ku degan savolga javob aniq ekan. Garchi 1,5 asr o'tib ketgan bo'lsa ham, u zotga salavatni ko'p aytib, ana shu salavatlarni yo'llab turgan kishilar inshaalloh qiyomat kuni Rasululloh alayhi vasallamning yaqin kishilari bo'lishar ekan biiznillah. Qadimdan xalqimizda mana shu salavatni aytishga juda ko'p yo'llar bo'lgan. Bulardan mana eng mashhuri Dalailul Xayrat degan kitobni har bir musulmon kishi Qur'on tilovatiga qo'shib, uni ham o'qigan. Bu yaxshiliklarga dalolat qiluvchi degan kitob. Bizni o'z yurtimizda o'zbek tilida davomli salavatlar nomi ostida ham chiqdi. Bunda o'sha haftani har kuniga salavatlar to'plami Jazuli tomonlaridan yig'ib qo'yilgan. Buni ovozlilari ham internetlarda turibdi. Mana shuni dushanba kungilini dushanba o'qib, seshanba kungisini seshanba o'qib odat qilib olganlar bor. Naqadar go'zal narsa.
Salovatlar bilan hayotni go'zallashtirish naqadar bu musulmon uchun faxr. Qarang, demak, mana shunaqa salovatlarni aytish insonni faqat yaxshilik va baraka sari yetaklar ekan. 294-raqamdagi hadis Avs ibn Avsdan rivoyat qilinadi raziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kunlaringizni eng yaxshisi juma kunidir. Ana shu kunda menga salovatni ko'paytiringlar." Qarang, juma kuni salovatni ko'p aytish kerak ekan. Chunki menga shu kuni salovatlaringiz ko'rsatiladi dedilar. Hamma aytgan salovatlarimiz haftani juma kunida olib borib ko'rsatilar ekan. Endi qandoq qilib ko'rsatiladi? Shuncha milliard odamniki degan savol chiqsa, Alloh hamma narsaga qodir zot. Mana ko'ryapmiz-ku, mana bunaqa texnikalar rivojlanganda bunaqa ko'p narsaga ulguryapti-yu oddiy zaif inson. Nega olamlar Robbi bu narsaga qodir bo'lmasin? Axir payg'ambariga mo'jizalar qilib hamma narsani beryapti-ku. Bu narsaga ham Alloh qodirdir. Chunki menga shu kuni salovatlaringiz ko'rsatildilar dedilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, sizni suyaklaringiz chirib ketgan bo'lsa, qanday qilib ko'rsatiladi?" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo payg'ambarlarning jasadlarini yeyishni yerga harom qildi" dedilar. Imom Abu Dovud, Nasai va Ibn Majah rivoyat. Qarang, payg'ambarlarning jasadlari chirimas ekan, yerga harom qilgan ekan jasadlarini yeyishni. Ular jasadlari hayotliklarda qandoq bo'lsa shundoqcha turar ekan. Bu ham Allohning payg'ambarlarga nisbatan ato qilgan ne'matlaridandir. Buni Abu Dovud va Nasai ibn Majah rivoyat qilishyapti. Bu sahih rivoyatlar. Bunga musulmon mo'min kishi hech qachon shubha qilmaydi. Ulamolar tomonidan sahih deb ijmo qilingan hadisni inkor qilmaydi. 295-raqamdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qabrimni bayram o'tkaziladigan joy qilib olmanglar. Balki menga salovat aytinglar. Qayerda bo'lsanglar ham menga salovatlaringiz yetib keladi" dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Ana endi Rasululloh alayhisolamni shaharlari Madinaga borish nasib qilmagan odamlar hech qachon noumid bo'lishmasin ekan aytib turibdilar. Qayerda bo'lsanglar ham menga salovatlaringiz yetib keladi deb. Mo'min odamga salovat yetib boraverar ekan. Shart emas ekan u yerga borib aytish. Alloh nasib qilsa qanday yaxshi Madinaga borib huzurlarda salovat aytish. Mabodo nasib qilmayotgan bo'lsa noumid bo'lishga o'rin yo'q ekan. Bu hadisni ham Imom Abu Dovud rivoyat qilgan ekanlar. 296-raqamdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Biror kishi menga salom aytsa, Alloh taolo ruhimni menga qaytaradi. Men salom aytgan kishiga alik olaman" dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Shuning uchun mana Madinaga borib Rasululloh alayhisolamni qabrlarini ziyorat qilganimizda "Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Sizga Allohning salovat salomi bo'lsin, ey Allohning rasuli" deganimizda ruhlari qaytarilib, bizga "Va alaykumussalam" deb javob qaytarar ekanlar. Buni ham Imom Abu Dovud rivoyat qilgan ekanlar. 73-bob. Kimning huzurida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikr qilinsalar, u zotga salovat va salom aytishga buyurish. 297-raqamdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishining huzurida zikr qilinsa-mu, u menga salovat aytmasa, uning burni yerga ishqalsin dedilar. Ya'ni xor bo'lsin deganlari bu. Imom Tirmiziy rivoyat. Ya'ni qayerdadir Muhammad payg'ambar deb aytilsa, ana shu Rasululloh alayhisolamning ismlarini eshitdikmi yoki Rasululloh deyilsa, darrov eshitgan odamlar sallallohu alayhi vasallam deb aytib qo'yishlari lozim ekan. Aks holda payg'ambar alayhisolam aytibdilarki, burni yerga ishqalsin. Bu degani xor bo'lsin deyaptilar. Qarang, biz payg'ambarimizni, ergashadigan peshvoyimizni mana shunaqa hurmat qilishga buyurilganmiz. Qani insoniyatda mana shunaqa ismi zikr qilinsa ortidan salovat aytib ko'klarga ko'tarilish bormi? Yo'q aslo.
oxirgi payg'ambarni Alloh taolo mana shunaqa ko'klarga ko'tarib qo'ydi. Butun ummatlariga nomlari zikr qilinsa faqat va faqat yaxshi so'zlar bilan sallallohu alayhi va sallam deyish buyurildi. Ba'zi bir paytlarda dushmanlar tomonidan, dinimiz, rasulimizga dushman bo'lganlar tomonidan u zotni masxaralash, u zotni rasmlarini chizib masxaralash kabi holatlar yuzaga kelib qoladi. Bu narsalar ham faqat va faqat u zotga muhabbat qiluvchilarni ko'paytiryapti xolos. Ilgarilari u zotga bo'lgan muhabbatni bilinmas edi, lekin din dushmanlari u kishining suratlarini chizib yomonotlik qilaman deganda, u Rasululloh alayhisalom haqlarida kitob yozishga ulamolar kirishib ketib, dunyoni u zotni hayotlarini boyitilgan kitobga to'ldirib yuborishdi. U zotni endi farzandlarimizga tanitishimiz kerak ekan, kerak bo'lsa musulmon bo'lmaganlarga ham tanitishimiz kerak ekan. Mana bunaqa tanimagandan har xil noloyiq so'zlar aytayapti deb, butun boshqa tillarga ham o'girib tarqatilish yo'lga qo'yilib ketdi. Demak, u zotni pastga uraman deganlar adashar ekan. Bil aks, u aks natija berar ekan. Demak, u zotni biz mu'minlar mana shunday ko'klarga ko'tarib nomlari zikr qilinganda sallallohu alayhi va sallam deyishligimiz lozim ekan. 298-raqamdagi hadis Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kimning huzurida zikr qilinsam menga salovat aytsin. Chunki kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat aytadi dedilar. Ibn Sunniy rivoyat. Qarang, demak nomlari zikr qilindimi, darrov sallallohu alayhi va sallam deyishga burilinyapti. 299-raqamdagi hadis Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimning huzurida zikr qilinsam-u, u menga salovat aytmasa, batahqiq badbaxt bo'libdi dedilar. Badbaxt degani bebaxt degani. Demak, salovat aytmasa baxtsiz kishi bo'lar ekan. Buni Imom Ibn Sunniy zaif isnod bilan rivoyat qilgan ekanlar. 300-raqamdagi hadis Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishining huzurida zikr qilinsam-u, u menga salovat aytmasa, ana shu kishi baxildir dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Ba'zi ahli ilmlardan rivoyat qilinishicha, kishi majlisda bir marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytsa kifoya qiladi deb aytishgan ekan. 74-bob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishning sifati, ko'rinishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qanday salovat aytilish haqida namoz zikrlari kitobida bayon qilib o'tdik. Ammo Ibn Abu Zayd Maliki va u kabilar ana shu salovatga Warham Muhammadan va ali Muhammad, Muhammad alayhisalomga va u zotning oilalariga rahm qil kabi asli yo'q bid'at so'zlarini kiritishgan. Imom Abu Bakr Arabiy Tirmiziyga sharh nomli kitobida Ibn Abu Zayd aytgan gap xatoligini va unga amal qilish johillik ekanini zikr etganlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat qanday aytilishini sahih hadislarda ko'rsatib berganlar. Bunga ziyoda qilish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kamchilikda ayblash bo'ladi. Qarang, demak, mana shunaqa Warham Muhammadan va ali Muhammad degan kabi qo'shimchalarni qo'shilmas ekan. Rasululloh alayhisalom o'zi mukammal holatda qanday salovat aytilishligini o'rgatib ketgan ekanlar sahih rivoyatlarda. 75-bob. Duoni Allohga hamd aytish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish bilan boshlash. 301-raqamdagi hadis Fadola ibn Ubayddan rivoyat qilinadi radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishi Allohni ulug'lamasdan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytmasdan duo qilayotganini eshitib, bu kishi duo qilishda shoshildi dedilar. So'ngra yana aytdilar: Sizlardan birortangiz duo qilsa, alamin deb turib Allohga